Короче, video tugadi. Azil. Salom sizlar bilan men Fister. Bu yangi videomizga xush kelibsizlar. Bu videoda nimalar bo'ladi? Bu videoda men Minecraftda sayrga chiqqan bo'laman. Sayrda men bitta qishloq topaman va o'sha qishloqda men meridan uy so'rayman. Qarachi u yog'ini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Yoqimli tomosha. Stop. Bola, bu videoga like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Shundoq pastga tushasizlar, bu videoga like bosib qo'yasizlar va o'zingizlarning izohlarini qoldirasizlar. Unda yana yoqimli tomosha. Xo'sh, tushunarli. Xo'sh, obunachilar, men bu qishloqning meri bilan gaplashdim. Ya'ni mana bu yangi anaqadagi majlisxonadagi meri bilan gaplashdim. Xo'sh, meni uyim, ya'ni yangi uyim mana bu, lekin yangiga o'xshamayapti, lekin chirib ketgan, bir derazalar sinib ketgan, ustida mana bunaqa chirmoqlar bor. Qo'limda yana 4 tagina nom berdi. Liposhka. Men bilmayman, qarachi. Va mana shu meni uyim. Вообще yo'q, lekin uyga dvo'midda bor-u. Changalzor. Boy, uydan chiqib keta olmayman. Ochib tur. Men buzildi. Yo'q, buzilabmi bo'lmayapti. Mayli. Bolalar, buni hozir men tez qilib tashlayman. Sizlar buni ko'rmaysizlar jarayonini. Shuning uchun men videoni kesib tashlayman. Qani bo'lmasam hozir bir deganimda o'zgarib qoladi. Bo'lmasam dadam, mana uy tayyor va nihoyat. Lekin ko'p mehnat ketdi buni to'g'rilash uchun, tozalash uchun. Bu yana meni uyim. Bilan tanishtirsam, asob uskunalari bilan tanishtirsam, bu so'g'at. Bu chiqilgan haykalcha, talali, lekin talamas haqiqiy. Bu oddiy seyfchi, lekin ichida nima bor ekan? 2 tezvrot va 4 ram bor ekan. Bitta g'alati to'rlar, bir qanaqadir iz. Bo'ldi, bu yoq hozircha toza. Xo'sh, bu yerda oddiy stolcha. Bu yerda nima bor ekan? Xo'sh, bu yerda mayda juda narsalar. Bu yerda loyni olib tashlaymiz. Loy bizga kerak emas bu yerda. Yana iz joy ko'p ekan. Xo'sh. Hammasini tozalab chiqamiz. Buni ham tozalaymiz. Xo'sh, bular bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun bizlar olib qo'yamiz. Bularni. Tayli. 2 hot dog, ya'ni hamburger. Agar adashgan bo'lsam uzr. Xo'sh, bizga bitta narsa ko'rgandek bo'ldim. Stol. Xo'sh, stolni biz kerak joyga qo'yamiz, ya'ni bu yerga. Ochach zo'r bo'ldi. Yo'q, biz qo'yatdik-ku. Bo'ldi, chotki. O'tiramizda ovqat yeymiz. Yo, ochordik. Yo, osmonga qarab yeymiz. Voy, qornim nimaga shundoq? Mayli. Xo'sh, yana ko'ramiz. Bo'ldi, to'yda qornim. Bitta to'yg'iz o'rar ekan. Bu yerda yana bitta narsa. Yo'q, buzordim. Buzilmasin. Xo'sh, ham bizga kerak bo'ladi. Hozir bitta narsa qilamiz. Buni bilan nonni qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa esa iz va loy qo'yib qo'yamiz. Buni esa chiroyli qilib bu yerga qo'yamiz. Zo'r bo'ldi, lekin va nihoyat mana bu meni qishlog'im. Yana bitta narsa. Bolalar, yana bitta narsani aytib o'taman. Bu ekin meniki, ya'ni 2 qator ekin meniki. Bu bilan bu. Buni men merdan so'rab oldim. 2 qator ekiningizdan olsam maylimi dedi. U mayli dedi va rozi bo'ldi. Va shu 2 ta sabzi va kartoshkani oldim. Bu ekinlar meniki. Uyga baho beringlar. Xo'sh, mana bu meni uyim. Bu kravatim. Yana bitta narsa, bu yerda chiroq ham bor. Zo'r chiroq, mana. Chetga. Xo'sh, buni o'chirib qo'yamiz. Yana svetga pul to'lab bermay. Uyibku axir. Xo'pda. Bu yerda ko'p qo'shilgan uylar bor ekan. Masalan, meri uyi va uni orqasidagi uy. Ya'ni yonidagi. Ya'ni xo'sh, bu birovni uyi bo'lsa ham ko'raveramiz. Chunki bitta hech kim yashamaydi. Bu mana 2 xonali, cho'tanito. Mayli. Sandiqda o'tizta izurot bor ekan. Tegmaymiz. Kimdir kiribdi, o'g'irlab. Mayli. Ba'zan hech kim siqmaydi-yu. Kichkina jiddildan tashqari. Xo'sh, bu endi meni qishlog'im. Tanish bo'lgan bo'lsanglar, mana bu meni qishlog'im.
O'zingiz topinglarchi, bu nechinchi qishloq? Bo'ldi, topa olmaysizlar, lekin bo'lmaydi, topa olmaysizlar. Bu nechinchi qishloq? Topinglar. Xo'sh. Bu shuna qilib meni qishlog'im va bu yerda men yashayman. Bu lava ko'rib turganinglardek. Shunaqa gaplar. Xullas shu. Xullas obunachilar, bu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan men Fister. Obunachilar, buni davomi bor. Buni davomi juda ham ko'p. Tugadi deb o'ylamanglar. Obunachilar, rostdan bu videoni yoqqan bo'lsa, ya'ni bu video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosinglar. Обязательно bosinglar. Ayniqsa like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentarlarga o'zlaringiz izohlarni qoldiringlar. Da, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.